Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Ramazon muborak bo'lsin. Ko'pkala do'stlar, xudo xolasa mana yana biz ishni boshlab yubordik. Mana mashinalarimiz nomerini yechdik inshaalloh. Pogruskaga tayyorlayapmiz. Mana ikkinchisi. Qanday surati. Mana uchinchisi. Hammasini mashina nomerini yechib tayyorlab qo'ydik inshaalloh. Kimga shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz, qulay narxlarda topib arzonroq topib beramiz. Bu suratimiz dizel motor bo'ladi. Xudo xolasa bular gibrid bo'ladi. Stariyamiz ikkalasi ham gibrid bo'ladi. Suratimiz dizel, boshqa motor bo'lmaydi, faqat dizelga bo'ladi u. Nomer qo'yib qo'yamiz, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar inshaalloh. Bular yuklashishda уже tayyor dokumentlar. Nomerlarni yechib oldik, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqasizlar.